3 oydan beri kollagen ichaman, ta'sirini sezmadim. Kollagen ichganda 5 ta xatoga yo'l qo'yamiz. Birinchi xato, kollagen agar oshqozon ichinglarda bakteriya griboklaringiz ko'p bo'lsa, kollagen ichganingizda siz o'sha bakteriya griboklaringiz kollagenni yeb qo'yadi va sizni ichaklaringizga singmaydi. Ikkinchisi, oshqozonda kislotalik kam bo'lsa va kislota kam bo'lgandan keyin nima ichsangiz ham, kollagen ichasizmi, go'sht yeysizmi, vitaminlar ichasizmi so'rilmaydi. Uchinchisi, kollagenni noto'g'ri iste'mol qilishingiz mumkin. Demak, siz och qoringa ichishingiz kerak. Ertalab issiq suv 1 stakan ichib, ketidan iliq suvga qo'shilgan kollagen ichasiz va yarim soat ovqat yemaysiz. Bu orada kollageningiz so'riladi ichaklardan. To'rtinchisi, o't qopi yaxshi ishlamasa va o't yaxshi ajralib chiqmasa, ichakka siz ichayotgan kollagenni ichaklarga so'rilishi sekinlashadi. Beshinchisi, kollagenni doim ichganda qo'shimcha kofaktorlar bilan ichish kerak. Vitamin C, vitamin D va sink kofaktorlari bu yordamchi so'rilishini kuchaytirib beradi. Oltinchisini esa shaxsan o'zizga yuboraman. Faqat siz kommentda kollagen so'zini yozib qoldiring. Obuna bo'ling.